Hurmatli foydalanuvchilar, sizlarga raqamli bozor tizimiga ulanish bo'yicha video yo'riqnomani taqdim etamiz. Raqamli bozor platformasiga kirish uchun birinchi navbatda raqamlibozor.uz saytiga kirish lozim. So'ngra saytning yuqori o'ng tomonida joylashgan kirish tugmasini bosib, elektron raqamli imzo kalit yordamida tizimga kiriladi. Tizimdan foydalanish uchun ekranning chap tarafida joylashgan menyular qatoridan tizimga ulanish menyusini tanlash lozim. Ochilgan oynadagi ariza qatoridan ariza berish tugmasi bosilganida hujjat yaratiladi. Mazkur hujjat elektron raqamli imzo kalit yordamida imzolanadi. Menyuga qaytilganida ariza imzolangan holatiga o'tadi. So'ngra litsenziya shartnomasi qatoridan shartnoma tuzish tugmasini bosish orqali shartnoma hujjatiga o'tiladi. Shartnoma shartlaridan tanishib chiqib, uni ham elektron raqamli imzo kalit orqali imzolash talab etiladi. Mazkur shartnoma ham tizimga ulanish menyusida imzolangan holatida ko'rinish beradi. Keyingi jarayon davlat ulushi 50% dan ortiq bo'lgan bozorlar va komplekslar uchun tegishli hisoblanadi. Bunda davlat xaridlari elektron tizimining xarid.uzx.uz havolasi orqali axborot tizimidan ro'yxatdan o'tib, saytda belgilangan pul miqdorini kiritib, shartnoma qilish uchun so'rov yuboriladi. Ushbu so'rov 2 ish kunida ko'rib chiqilib, so'rov qabul qilingandan so'ng shartnoma tuziladi. Shundan so'ng ko'rsatilgan qatorga hujjatni yuklash lozim. Shartnoma hujjati ko'rib chiqilgandan so'ng qo'shimcha ma'lumotlar, bozorning reja sxemasi, bozor tushumlari bo'yicha ma'lumot, do'konlar bo'yicha ma'lumot, xodimlar ro'yxati kabi qatorlar ko'rib chiqildi holatiga o'tadi va ushbu qatorlar haqidagi barcha ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati yaratiladi. Shu tarzda tizimga ulanish amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.